Assalomu alaykum deydi. Eshiting yana. Assalomu alaykum. Birinchidan sam deyapti. Xuddi haligi to'g'ri beqasd aytayapti. Yahudiylar kelib Payg'ambar alayhisolatu vasallamga salom berardi-ku, assalomu alaykum deb, sizga o'lim bo'lsin deya. Yahudiylar keldilar, shunaqa salom berardi Rasulullohga. Assalomu alaykum. Rasululloh va alaykum deb qo'yardilar. Hazrat Oysha aytayaptilarki, "Ya Rasululloh, axir siz ularga alik olyapsizmi?" "Ha, alik oldim." Ular sizga o'lim tilayapti-ku. Ana assalomu alaykum sizga salomatlik bo'lsin, ofiyat bo'lsin, omonlik bo'lsin deganligi. Lekin samun degani bu nima? O'lim degani. Samun bo'lsa. Yahudiylar kelardi. Go'yoki u fasohat, balog'at egasi nima der edi? Payg'ambar alayhissalatu vassalam alik olardi, salom deya o'ylasin deya o'zlarini Rasulullohdan ham bilag'on qilib arab tilida, u yahudiy u. Rasululloh arabul xullas bo'lgan bir zotni aldamoqchi bo'lib, "Ey Muhammad, senga o'lim bo'lsin" derdi. Ablahlar. Ular o'sha assalomu alaykum o'lim bo'lsin. Payg'ambar alayhissalatu vassalam va alaykum dedilar. Sizga ham dedilar. Va alaykumus salam demasdilar. Shunga Oysha onamiz shoshib qolyaptilar. "Ya Rasululloh, axir siz ularga alik oldingizmi?" "Ha, alik oldim Oysha." "Ular sizga o'lim tilab turibdi-ku" deganlarida ana qultu shay'an. Men nima dedim dedilar. "Illa radat aw kama qala alayhissalom." Men ularga nima ham dedim? "Va alaykum assalam" dedimmi yoki "va alaykum" dedimmi? Sizga salomatlik bo'lsin dedimmi yoki u narsa o'zingizga buyursin dedimmi deganlarda "Ha" derdilar Oysha onamiz. Oysha onamiz ham demak avvalida fahmlamadilar. Rasulullohga ular o'lim tilaganligi uchun Rasululloh ham nima dedilar? "U narsa o'zingizga buyursin ilohim" dedilar. Demak, qarang. Bu nima? Payg'ambar alayhissalatu vassalomning o'sha salom aliklaridagi sunnatlarini biz biladigan bo'lsak, mana shu o'rin. Aynan sizni hozir savol egasini javoblaridan biri. Hikmatli bo'lishligimiz kerak. Qaysi o'rinda nima deyishlikni bilishligimiz kerak. Misrliklar bizga nima der edi? Assalomu alaykum. Sen bu o'lim. U bilmaydi u. U bizga o'lim tilayotgan yo'q, lekin johil. Johilligi uchun assalomu alaykum der. Keyin alaykum deya minni aytmaydi. To'g'ri bir qiroatlarda bor assalomu alaykum derdi. Keyin biz nima derdik? O'rgansin deya qarang. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu deya tajvidli qilib, uni qonun qoidasi bilan go'zal talaffuz aytganimizda bir seskanib tushadi. Deydi bu deydi ilmiy ekan deydi. Qarang. Keyin kayfa haluka ya akhil karim? Birodarim, azizim, qalaysiz? Ana muomalani qarang. Qala Allohu azza va jalla, Alloh taolo shunday dediki, innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'minlar birodarlardirlar. Birodarlar. Bir-biri bilan mu'minlar do'stlar, bir-biri bilan birodar, aka-ukalar degan mazmundagi albatta mu'minlar bir-birlari bilan birodar, do'stlar, aka-ukalar degan mazmundagi oyatni aytib, sen meni birodarimsan, men sening birodaringman. Zaybat to'g'ri deydi. Boyagi sizga ustingizdan masxara qilib, kulib turib, siz ustingizdan qotmoqchi bo'lgan kishi birdaniga o'zini o'sha shumidan, ya'ni yomonligidan tiyiladi. Va oyat karimalarni boshqalarini olib kelasiz. Aytasizki, Alloh taolo aytgan, bir-biringizni ustingizdan kulmang degan. Hujurat surasida. Hujurat surasida biringizni ustidan kulmang degan. Birodar, Qur'onda shunday deyapti desak, haligi odam keyin qizara boshlaydi. Chunki qilayotgan, qilib qo'ygan xatosini biladi. Va bilgan hadislarni eslatasiz. Qarang, shu go'zal muomalangiz bilan haligi bola, o'sha misrlik endi siz kabi bunaqa piska ko'zlarni ko'rgan paytda qotmaydigan bo'ladi ustidan. O'zini hurmatini biladigan bo'ladi. Mana salomning nimasi? Salomning javobi. Endi shu o'rinda salomga alik olishni hukmini nima qilamiz? Bayon qilamiz. U albatta salomga alik olishni hukmi vojib deyilibdi. Nima ekan? Salomga birinchi salom berishlik sunnat, salomga alik olish, unga javob berishlik vojib. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning huzurlariga birlari kelib assalomu alaykum dedilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam va alaykumus salam va rahmatulloh dedilar. Birinchilari qarang, salom bergan kishi assalomu alaykum
Faqat shu. Sizga tinchlik, omonlik tilayman degan mazmunda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Alloh taolodan sizga tinchlik, omonlik va rahmatu. Qarang, va alaykumussalam va rahmatulloh. Sizga Alloh taoloni omonligini va rahmatlarini tilayman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima qildilar demak? Javobni ko'proq qildilar. Javobni alikni ziyodasi bilan oldilar. Yana birlari keldilar, aytdilarki: "Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh." Qarang, assalomu alaykum emas, assalomu alaykum va rahmatulloh deya u rahmatulloh kalimasini qo'shib aytdi ikkinchi kelgan sahoba. Alloh taolodan sizga tinchlik, omonlik va Alloh taolodan sizga nima? Rahmatlar tilayman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu javoblari edi. Birinchi kelib salom bergan sahobaga assalomu alaykum desalar, u kishi va alaykumussalam va rahmatulloh. To'g'rimi? Bu Rasulullohning u ilk salom bergan kishiga javobi. Ikkinchi kishi keldilar, nima dedilar? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizga Alloh taolodan rahmatlar va Alloh subhanahu va taolodan tinchlik, omonlik tilayman deganlarda payg'ambar alayhisolatu vasallam u kishiga javob berib ziyoda qildilar. Yana salomni aligida nima dedilar? Va alaykumussalam va rahmatullohi taala yoki va rahmatullohi va barakatuhu. Allohning rahmatlari va barakalari bo'lsin. Shu o'rinda aytib ketamiz, ba'zi bir shu muxlislarimizdan domla salom olganlarida alik berganlarda va fazluhu va fadluhu va ni'matuhu, o'zbeklarimiz dod aytilmaganiga va fazluhu va ni'matuhu va palon deb ketadi. Yo'q, u yog'i yo'q. U yog'i yo'q. Chunki yana birlari keldilar, to'liq salom berdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu deya to'ldirib aytdilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima deya javob berdilar? Va alaykum dedilar. Tamom. Shunda sahobalar so'rayaptilar: "Ya Rasululloh, avvalimizga shunday javob berdingiz, bir kalimani ziyoda qilib. Ikkinchimizga yana bir kalimani ziyoda qilib javob berdingiz. Uchinchimiz shuncha 3 ta kalima aytdi. Ya'ni assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu desalarda siz va alaykum dedingiz." Qarang, Rasululloh shunday javob berdilar. Ya'ni salomga alik oldilar, va alaykum dedilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki: "Hal ana abqa lana shay'an" dedilar. U kishi bizga alik olishimiz uchun biron bir jumlani qoldirmadilar-ku. Eshitdingizmi? Demak, boyaga fazluhu va karamuhu deb ketadi. Bizga ko'pincha javob beradi birodarlarimiz. Assalomu alaykum desak, va alaykum assalom va rahmatullohi taala va barakatuhu va fazluhu va karamuhu bunisi bo'lib ketadi. Yo'q, u yog'i payg'ambar alayhisolatu vasallamdan aql emasmiz-ku biz. Rasululloh o'sha joyda nima qildilar? To'xtadilar. Oralarda aytilsa, demak bu ham bir yaxshilik. Lekin buni odat qilib olmasligimiz kerak salomni aligida. Takrorlaymiz, salomga alik olishlik vojibligi uchun ham payg'ambar alayhisolatu vasallam nima qildilar? Salomni alik olganlarda salomga go'zal, yana ziyodalik bilan javob berdi. Chunki Alloh taolo oyat karimada a'udhu billahi minash shaytonir rojim va idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha degan. Vojibligi shu. Agar sizlarga salom berilsa, salomni aligini undan ham yaxshiroq qilib javob bering degan Alloh taolo. Awrudduha. Bo'lmaganda o'shani o'zida javob bering degan. Tushunarlimi? Salomni vojibligi demak oyat karimadan va payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlaridan.